Machilar yangi yilda paqquloq topolmaganlar uchun juda zo'r layfhak. Bitta flech idishini olib, orqasini teshib olamiz. Bizga kerak bo'ladi garbit. Bitta garbitdan necha martadir parqlatsangiz bo'ladi. Va bizga gugurt kerak bo'ladi hamda bir tog' perchatka kerak bo'ladi. Perchatka kerak bo'ladi. Hozir biz sizga buni parqlatib ko'rsatamiz. Perchatkaning bir tog'ini qo'lingizga kiyib olasiz. Va baklashkani suv bilan bitta choy olasiz, yaxshilab. Choy olasiz. Korоче, nam bo'lishi kerak. Ichida suv qolmasligi kerak, umuman. Yaxshilab choy olib, ichiga bitta porox solasiz. Qanday deyman, porox, mana buni poroxlardan solasiz. Bir dona poroxdan qanchadir ham bo'ladi. Bu tutun chiqaradi o'zidan. O'sha tutunni surtasiz. Hozir gugurt oling. Gugurt olinadi. Mana ham chiqaradi. Mana. Bitta qo'ying shu. Qo'lda ushlab paqlasangiz ham bo'ladi. Operatorimiz gugurt ushlashni bilmaydi ekan, ha?